Assalomu alaykum aziz obunachilarim, YouTube foydalanuvchilari, gruppama a'zolari. Hammaga xayrli kun. Meni birinchi bor ko'rib turganlarga, meni ismim Baxtiyor. Bugun sizlarga yaqinda Uzazbo 2 dasturiga kiritilgan o'zgarish, ya'ni ish haqqlarini qayta hisob-kitob qilish tartibini sizlarga video qo'llanma qilib ko'rsatmoqchiman. Unda boshladik. Menga hozir bitta tashkilot murojaat qildi. Shu Ergasheva Madina Bonu degan qizga 635.500 so'm ustama qo'shish kerak ekan. Xo'p, buning uchun menga buxgalter, kadr va rahbar loginlari kerak bo'ladi. Sizlarga qayta ish haqlarini qayta hisob-kitob qilish uchun bir chekkadan boshlab ko'rsatib o'taman, qanday hollarda nima qilish kerakligini. Xo'p, mana birinchi shu xodimda biz oldingi to'langan ish haqqlarini nimasini tortib olamiz. Listochkasini deydimi? Xodimni beraman. Mana litsoy kartochkasini ochaman. Mana bu yerda aytayaptiki, mana shu ustama may oyida to'lanmay qolingan. Hozir buni men qo'shib to'lashim kerak. Nima qilishim kerak deb murojaat qildi. Hozir shu tashkilot misolida ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun mana bilsanglar dasturda nimada uchet zarplatada mana перерасчет за прошедший месяц, ya'ni o'tgan oylar uchun qayta hisob-kitob bo'limi bor. Bu yerga kirsangiz, shu yerdan biz kiritib borar edik. Litsoda nimani shaxsiy hisob raqamini tanlar edik. Mana hozir ko'rsataman, plus tugmani bosar edik. Bu yerda shu punkt yo'q edi, faqat nima bor edi, sana bor edi. Xo'p, mana bizda hozir biz shu xodimni o'zini topib olamiz. Mana bu yerda ham yana bitta narsa ko'rsatib o'taman. Chunki sababi bor. Bu yerda ham chiqadigan xatolikda. Mana bu xodimda mana qarasanglar mayda перемещение bo'lgan, iyunga yana qayta перемещение bo'lyapti. Bu yerda ishga qabul qilingan, bu yerda перемещение bo'lyapti. Hozir biz shu xodimda mana iyun oyida перемещение bo'lgan IDsini tanlab turib, misol may oyini перерасчет qilaman desangiz, перерасчет qilaman desangiz, bu yerda mana bossangiz заполнитni. Bu yerda sizga shu xatolik kelib chiqadi. Tabel заполни месяц не найден deyapti. Bu nima degani? Ya'ni hozir shu mana bo'lgan перемещение bo'lgan IDsi may, misol aprel yoki yanvar oylarida bo'lmagani uchun tabel yo'q deb sizga xatolik qaytaryapti. Biz shuning uchun pastdagi haqiqatda may oyidagi nimasini IDsini tanlaymiz mana. Qizarib turibdi, mana shuni tanlaymiz. Shuni tanlab turib, mayni qilib turib, mana заполнитni bir bossak, mana bu yerda chiqyapti. Xo'p, endi qarang, oldin bu yerda qalamcha bo'lardi, hozir yo'q. Endi hozir bu o'zi avtomat chiqyapti. Mana oldingi summa, to'langan summa. Endi bu yerda dasturchilar nima qildiki, oklad, shu kunbay, soatbay yoki shu nimaga tabelga bog'liq to'lovlarni tabel orqali o'zgartiriladigan qilindi. Buni ham hozir ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda dastur oldingi tabeldagi davrni tortib, mana sizga bir xil summa chiqaryapti. Mana hozir buni saqlanib qilib turamiz. Bu birinchi nima? Biz birinchi shu kunbay bo'yicha перерасчет ko'rib o'tamiz. Hozir mana nimadan, kadrdan shu xodimga qayta hisob-kitob qilish uchun tabel kiritishimiz kerak. Buning uchun mana yana plus tugmasini bosamiz. Shu yerda mana qarang, bu yerda oyda birinchi yarim, to'liq oy va qayta hisob-kitob degan nima qo'shilgan turi, shuni tanlaymiz. Endi qarang, bu yerda biz qaysi oyda перерасчет qilyapmiz. Ya'ni iyun oyida
biz qaysi oydagini qilamiz degan narsani ham kiritib qo'ydi. Bu yerda mana biz mayni tanlaymiz. 26-yil bu yerga qayta hisob deb qo'ysak, bu prosta video uchun. Biz hozir bu yerda uni kunbayini perrashot qilmaymiz. Biz ustamasini perrashot qilishimiz kerak. Unga ham alohida ko'rsataman. Hozir birinchi sizlarga shu kunbay, soatbay nimani perrashot qilishni ko'rsatib o'tyapman. Xo'p, mana zaполнить deb bosamiz. Bosganimizdan keyin hamma xodim chiqadi. Bizga mana shu ergashev o'zi kerak, boshqa xodim kerak emas. Bu yerda mana ko'rsak 50-chi nima degan, tabel nomerda ekan. Mana hammasini belgilab turib, mana shu yerda 50 da o'zini olib qolamiz. Mana Madina. Mana o'zini olib qolamiz. Qolganlarini очистить qilamiz. Endi qarang. Bu yerda o'tgan oyda deyapti dastur bunga 20 kun to'liq 66 soat kun bo'lgan deyapti. Biz endi buni siz agar haqiqatda bir kun kasal bo'lmagan, kasal bo'lib qolganligi sababli yoki haqiqatda tabelda ya'ni ishga kelmagan yoki ishga kirgan vaqtda misol siz qandaydir xato kiritib qo'yganligi sababli bu hozir kunbayni tabelni to'g'rilashingiz kerak. Buning uchun mana tugma bor. Shuni bosasizda mana shu yerga kelib turib qaysidir mana misol kelyapti. Mana ish soatlari deyapti. Ya'ni misol 4 dan emas, bu 5 dan ishga chiqqan. Siz lekin 4 ga pul to'lab qo'ygansiz. Buni shunday 0 qilasiz. 0 qilib turib сохранить deb bosasiz. Bosganingizdan keyin mana 19 soat bo'ldi. Endi buni bu yerda sizga yana изменение degan yerda da degan yozuv chiqadi. Agar o'zgartirilmagan bo'lsa, dasturda o'ziniki bo'lsa, net degan bo'ladi. Siz qo'lda o'zgartirsangiz, shu da ga aylanadi. Xo'p, сохранить deb bosamiz. Xuddi shu nimani may oyiniki, mana e'tibor beryapsiz. Biz may oyini perrashot qilyapmiz. Tasdiqlaymiz. Nimadan? Endi buni rahbarda loginidan nima qilishimiz kerak? Yuborishga tayyorlashimiz kerak. Mana готов nima bo'ldi? Buni подписаться. Tasdiqladik. Nimaga qaytamiz? Taqdirdiga bu yerdan yuboramiz. Bo'ldi. Endi bu yerdan buxgalterdan bu nimani qabul qilib qo'yishimiz kerak. Qayta hisob-kitob tabelini. Mana keldi. Qayta hisob-kitob ko'rinyapti. Mana sizlarda ko'rinib turadi. Mana buni qabul qilamiz. Qabul qilganimizdan keyin уже may oyi uchun keldi. Endi biz qayta birinchi perrashotga qaytamiz. Bu yerda mana birinchi qaraganinglarda bizda 605 238 edi. Mana ko'r e'tibor berib turib, buni hozir очистить qilamiz. Boshqatdan заполнить qilsak, mana ko'ryapsizlarmi? Dastur o'zi avtomatik birinchi to'langanda 605 edi. Endi qayta hisob-kitob tabeli kiritgandan keyin bu 574 ming so'm to'lanishi kerak edi. Hozir o'rtadagi farq 30 ming so'm deb mana sizga chiqardi. Shuni xuddi shunday qilib kiritib turib, провести qilasiz. Shu iyun oyini ish haqqisidan ushab beradi. Shun bilan mana to'g'ri bo'ladi. Bu ya'ni kunbay, oklad, misol shu soatbayga to'lovlarga tegishli qismi. Endi ustamalarga, qo'shimcha to'lovlarga unga tabel kiritish kerak emas. Uni o'zingiz ruchnoy qo'shib qo'yishingiz mumkin. Buni ham qanday kiritishda hozir ko'rsatib o'taman. Hozir men kiritgan narsalarni hammasini admin qilib qo'yaman. Endi bu sizlarga prosta ko'rsatish uchun biz hozir bu xodimda kunbayni perrashot qilmoqchi emasmiz, ustamasini perrashot qilmoqchimiz. Prosta sizlarga kunbayni perrashot qilish uchun ko'rsatib o'tdim. Endi bu yerga nima qilamiz? Tabelga o'tib, tabelda admin qo'ramiz, mana qayta hisob-kitob. Shundilari shu bilan mana qaytarib yuborsak bo'ldi. Mana qaytdi, buni uddaytib ko'ramiz. Xo'p, endi biz hozir endi ustamasini perrashot qilishimiz kerak. Buning uchun shu uchot zarplataga kiramiz.
perrashyotga kiramiz. Shu ochgan yerda iyun oyiga Ergasheva mana shu oxirgi permisheniyasiga qo'shaveramiz ustamani perrashyotlarini. Mana kiritdik, yozdik. Kiritganimizda mana bu kirsak, mana hisoblanma nimasi chiqadi, to'lov turlari. Endi mana bizda birinchi ochgan edik, qaysi hisoblama? Ya'ni shu ustamani may oyiga to'lanmagan. Shuni hozir mana shu yerdan qo'yib topamiz. Uzoq bo'lib nima bo'lib ketgan bo'lsa, chiqmasa qisqartirmasini qilsangiz chiqadi. Bu yerda prosta o'zbekcha, bu yerda ruscha bo'lgani uchun 896 ekan. Shuni tanlaymiz. Tanlagandan keyin shu yerga biz qo'shishimiz kerak. Bizga summa qo'shish kerak bo'lgan summa 635.500 so'm. Qo'shasiz. Shu bilan sahrayd qilasiz. Ustama qo'shildi. Agar buni siz mana bu yerda hozir qalamcha yo'q. Agar minusdan qilmoqchi bo'lsangiz, xuddi shuni tanlab turib minus 635.500 qilib minusdan kiritaverasiz. Mana shu bilan minusdan bo'ldi. Bizga plyusdan kerakligi uchun birinchi qilganimiz kiritib olamiz. 635.500 kirdi. Bu yerga yozib qo'yamiz. O'zingizlarga tushunarli may oyda to'lanmaganligi sababli qo'shilmoqda deb qo'ysak, ertaga siz o'zingiz bu mayda to'lamagan ekanman deysiz, shu bilan esingizga keladi. Mana kiritdik 30-sana bilan. Провести qilamiz. Endi mana nimaga o'tamiz? Расчет ведомостьga. Kirsak, bu yerda расчет ведомость turibdi. Ochamiz. Ochsak, shu xodimni topamiz. Perrashyot qilingan. Bu yerda birinchi hali perrashyot qo'shilgandan keyin rashtat bo'lmagan. Sizlarga ko'rsatib qo'yish uchun. Mana shu xodim topib olamiz. Topsak, mana oklad turibdi. Keyin shu may oy uchun 635.500 so'm turibdi. Endi bizga shu yerda o'tgan davr uchun degan qo'shilish kerak. Endi biz prosta rashtat qilsak, u qo'shilib qoladi. Mana admin qilib turib, shuni очистitni bosamiz. Очистит bo'ldi. Endi shuni qaytadan заполнить bosamiz. Hozir qaytadan dastur rashtat qilyapti. Bo'ldi. Mana провести'ni bosamiz. Bossak, проведем bo'ldi. Yana tekshiramiz. Qani dastur tortdimi, tortmadimi? O'tamiz. Mana kirsak, birinchi ведомостьda kunbay turibdi. Mana haqiqatda o'sha iyun hozirgi oy uchun ham turibdi va yana bunday qarasak, yonida yana paydo bo'lib qoldi. Mana ochsak, sizlarga aytdim, mana o'tgan davri uchun qayta hisob-kitob degan narsa qo'shildi. Ya'ni biz kiritgan may oyi uchun mana may oyi uchun kiritgan summa 635.500 so'm mana qo'shildi. Shun bilan sizni perrashotingiz bo'ldi. Yana qaytarib o'taman. Kunbay, shu soatbay, ya'ni shu oklad bo'yicha perrashot qilish uchun albatta siz kadrdan kirib, xodimni o'ziga ya'ni nimasini, soatini, kunini yoki o'zgartirib, qayta hisob-kitob qilib jo'natasiz. Keyin perrashotga kirganingizda o'zi avtomatik nech pul ushlash kerak yoki nech pul qo'shish kerak degan narsani dastur o'zi chiqarib beradi. Ustamalar, shu qo'shimcha to'lovlar, shular qolib ketgan bo'lsa, uni tablet jo'natmasdan o'zingiz shunday kiritib, plyusni bosasiz. Shu xodimni topasiz, deylik, topasiz, litsoyni berasiz, yozasiz kommentariyaga. Asha to'lov turingizni, to'lanmagan to'lov turingizni topib turib, belgilab qo'shasiz. Boshqa
hozircha dasturda shu. Agar yana qanaqadir dasturda o'zgartirish kiritilyapti, yana qanaqadir o'zgartirish bo'lsa, yana qo'shimcha video qilaman. Shu bilan mana ham sizga kunbay bo'yicha perrashyot, ham ustamalar bo'yicha perrashyotni videosini qildim. Shu bilan videomga yakun yasayman. Agar men bilan gaplashib turishda savollar bo'lsa, mana nima ochganman, kanal ochganman, VIP kanal chat kirsanglar, shu yerda savol-javoblar bo'lsa, gaplashaveramiz, beraverasizlar. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.